Xudodan la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Shuni ko'p ayting. Xudo agar xohlamasa, yaxshi yomon tomonga inson o'zgarmaydi. Shuni Xudodan so'rash kerak. Va o'zimiz xohlashimiz kerak. Harakat qilish kerak. Hammomga kirsangiz, hammomni hidi o'rnaydi jasadingizga. Oshxonaga kirsangiz, oshxonani hidi, hojatga kirsangiz, hojatxonani hidi. Nima demoqchiman? Yuradigan kurgiz kimligingizni aniqlab beradi hayotingizda. Shuning uchun yaxshilar bilan ko'p bo'linglar. Yaxshilar bilan ko'p yuringlar. Jinoyat qiladigan, rasvo ish qiladigan, yomon fikrli, dunyo qarashi yomon, e'tiqodi yomon, niyati yomonlar bilan yurdingizmi, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Tamom. Shu masala tugadi. Xudodan la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Shuni ko'p ayting.